Armaturani secheniyasini yuqori berish imoratni mustahkam bo'ladi degani emas. Sababini tushuntirib beraman. Imorat qurishdan oldin pochevani geolog o'rganadi va xulosasini konstruktorga beradi. Konstruktor o'sha xulosadan kelib chiqqan holda imoratga qanaqa armatura secheniyadagi mahsulotlarni ishlatishi ro'yxatini tuzib beradi va imoratni o'shanga qarab loyihalashtiriladi. Misol uchun, bizning qurilgan imoratda albatta 18 lik armatura ishlatilgan. Endi men sizlarga buni kichkina misolda tajribaga suyangan holatda tushuntirib berishga harakat qilaman. Oddiy misol, domlani 25 lik armaturadan ko'tarishadi, yuqori qavatga ko'tarilgan sari armatura sujeni, ya'ni ingichkalashib ketadi. 22 dan 18 ga, 18 dan 14 ga tushish ehtimoli bo'ladi. Endi oddiy mantiqan o'ylaydigan bo'lsak, men qurgan imoratlarni o'sha 9 qavatli imoratni 8-9 qavatini olaman deb pastga ekib qo'ygan deb bo'laman. Ya'ni mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, 25 lik armaturani 2 qavatli imoratga ishlatish shart emas. 18 lik maksimum regillarimizga 20 lik armatura ishlatadigan bo'lsak, o'shanda maqsadga muvofiq bo'ladi va imoratimiz ham juda ham mustahkam bo'lib ketadigan bo'lsa, ertaga yer qimirlagan holatda bilasizlar, yer tebranishi evaziga armaturalarni beton ichidagi armatura ham egiluvchanligini xususiyatini yo'qotmagan holatda beshikka o'xshab tebranishi kerak. Agar armatura qancha mustahkam bo'lib, beton markasi ham yuqori bo'ladigan bo'lsa, u tebranishni bermaydi. Tebranmagan imorat albatta dars ketish holatlari va imorat umuman olganda buzilib ketish holatlariga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun armaturani yuqori bersam, imorat mustahkam bo'ladi degan o'y xayollarni fikringlardan olib tashlaylar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar.